Navbatdagi bemorda ko'rib turganingizdek burun spinkasi judayam qiyshaygan, burunni formasi tubdan o'zgarib ketgan. Bemor bir necha yil oldin septoplastik amaliyotini o'tkazgan va yaqin orada juda og'ir travma tufayli bemor burni singan, burun suyaklari singan, deformatsiyalangan, nafas olish butunlay izdan chiqqan, judayam qiyin nafas oladi. Bemorda qovurg'a tog'ay yordamida burunni rekonstruksiya qilamiz. Ko'rib turganingizdek operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemor burun spinkasi to'g'rilandi, burun formasi qayta tiklandi, qovurg'a tog'ay yordamida rinoplastika amalga oshirildi. Burun uchi va spinkalari to'g'rilandi. Tashqi va ichki klapanlar funksiyasi to'g'rilandi. O'ylaymizki, bemorimizda burun formasi va nafas olishi bemorni xursand qiladigan darajada yaxshi natijada qilindi. Juda ham murakkab rinoplastikalardan biri o'z nihoyasiga yetdi. Natija juda ham tabiiy.